Bugungi hikoyamiz sevgisizlikdan qiynalayotganlar uchun. Unaqa odamlar ham bor oramizda. O'zimizni hayotimizda ham shunday paytlar bo'ladi. Gohida hech narsani seva olmaymiz. Masalan, yaqinda bir ukamiz bizga maktub yozdi. Hatto onamga mehr ko'rsata olmayapman degan joylari bo'ldi. Xuddi ana shunday bir odam bor ekan. Doim sevgisizlikdan iztirob chekar ekan. Ya'ni atrofida uni o'rab turgan hech bir narsaga qalbida muhabbat, rahm, shafqat, e'tibor, g'amxo'rlik bunaqa narsalar yo'q ekan. Juda badjahl, oldiga odamlar yaqinlashib bora olmaydigan, mana shunaqa bir odam ekan endi. O'zi ham buni tushunib yetibdi va bu juda ko'p og'rinar ekan. Nega men bunaqaman? Nega men bunaqaman deb og'rinar ekanda o'zini holatidan o'zi. Va bir kuni bir olim odamning yoniga boribdi. Domla, menda mana shunday bir nima bor, kamchilik bor. Nima kamchilik bor? Sevgisizman. Odamlarni, hayvonlarni, parrandalar, o'simliklar, nima bo'lsa bo'lsin, hech bittasiga qiziqishim yo'q, muhabbatim yo'q. Hayotda hech bir narsa yo'q meni harakatga keltiradigan. Bu holatda yashash o'zimga ham jonimga tegdi. Kesakday bo'lib yashayapman. Bir quruq daraxtday, qurib qolgan daraxtday meni ahvolim. Ayolingni yaxshi ko'rmaysanmi? Yo'q, ayolimni ham yaxshi ko'rmayman. Farzandlaringni ham yaxshi ko'rmaysanmi? Erkalamaysanmi? Suymaysanmi? Yuzlaridan o'pmaysan? Yo'q. Hayvonlaring bormi? Bor. Nima hayvonlaring bor? Sigirim bor, itim bor, tavug'im bor, echkim bor. Kim boyagi odam aytdi, bir vazifa topshirsam, sen bu vazifani bajarasanmi? Albatta bajaraman. Nima vazifa bo'lsa bajaraman. Qalbimda muhabbat paydo bo'lsa bo'ldi. Vazifa shundan iborat. Bir oy kechki taomdan oldin echkini ovqatlantirasan. Ovqatlantirarkansan, u taomlanayotgan paytda uni boshlarini silab qo'yasan, tomoqlarini qashlab qo'yasan. Ya'ni erkalaysan uni. Ikkinchi oy har kuni yarim tunda turib echkiga alohida taom tayyorlaysan. Uchinchi oy endi echkini har kuni bir necha soat eng yaxshi ko'kalamzorlarda o'tlatasan. To'rtinchi oy o'zing yotadigan joydan bir unga joy tayyorlaysan va yoki o'zing uni yoniga borib yotasan. Beshinchi oy echkini so'yib, yarmini qo'ni-qo'shniga tarqatasan, qolgan yarmini o'zing bola-chaqang bilan o'tirib nima qilasan, yeysan. Odam aytibdi, shuni qilsam bo'ldimi? Shuni qilsam qalbimda sevgi paydo bo'ladimi? Olim odam tabassum qildi. Avval qil, keyin natijaga qaraymiz debdi. Odam olim aytgandek har kuni kechki taomdan oldin echkisini ovqatlantiribdi. Unga yaxshi qarabdi. Orqalarini qashlab qo'yibdi, soqollarini qashlab qo'yibdi. Bir oy shunday o'tibdi. Ikkinchi oy har kuni tunda uyg'onib echkisiga alohida ovqat tayyorlab yediribdi. 2 oy o'tibdi. Uchinchi oy echkisini har kuni bir necha soat ko'kalamzorlarga olib chiqib nima qilibdi? O'tlatibdi. Eng yaxshi yangi chiqqan o'tlardan yulib kelib echkisiga yediribdi. U bilan o'ynabdi, shoxlashibdi, o'qibdi. Xullas, vaqt o'tibdi 3-oy. 4-oy echkisi yotadigan joyiga somon to'shab, kechqurun borib yonida yotibdi. Vaqt
5-oyga yetib ketdi. Nima qilish kerak? Echkini so'yish kerak. Odam aytibdi, men bu fikrimdan qaytdim. Boraman-da bu vazifani bergan odamga men so'zimdan qaytdim. Echkini so'ymayman. Bu o'yinda men yutqizdim deyman, debdi. Odamning oldiga borib, shu echkini so'ymasam bo'lmaydimi? Shuni so'yishim shartmi desa, odam aytibdi, albatta shart. Echkini so'yishing shart. Bo'lmasa bo'lmaydi deb majburlabdi. Boribdi, o'zi harakat qilibdi, pichoqni olib so'ya olmabdi. Yig'lay deb ko'ngli to'lib hiqillab qo'shnisini chaqirib kelibdi. Qo'shnisiga aytibdi, shu echkini so'yib bering. Qo'shnini hech gapdan xabari yo'q, echkini so'yibdi. Odamzod u echkini so'yayotgan paytda qarab tura olmabdi, teskari qarab turibdi. Qo'shnisi echkini so'yib, bo'laklarga ajratibdi, maydalabdi va uyiga qaytibdi. Echkini egasi sevgisiz odam echkini bir qismini qo'shnilarga tarqatibdi, qolgan bir qismini uyiga, farzandlariga olib ketdi. O'sha kundan boshlab hayotini halovati yo'qolibdi. Nima qilsa echkisi esiga tushaveradi. U yoqqa qarasa ham echki ko'rinadi, bu yoqqa qarasa ham echki ko'rinadi. Oxirini yonidan o'tib ketsa ham echki ko'rinadi, ko'chada ko'kalamzorning yonidan o'tib ketsa ham echki ko'rinadi. Qayerga qaramasin echki ko'rinadi. Kechki ovqatni yesa ham echki esiga tushib ketaveradi, yarim tunda uyg'onib ketadi. O'rganib qolgan-ku. Yarim tunda turib ovqat berishga yana echki esiga tushib ketaveradi. Bir kuni qizi o'ynab yiqilib qo'llari shilinib ketibdi. Chopib borib ko'tarib olib tabibga olib chopibdi. Ayoli hayron. Bola yaqiniga borsa qo'lini orqasidan qo'yib, og'zi burnini qon qilib qo'yadigan badjahl zolim bir erkak o'z-o'zidan farzandini, yiqilgan farzandini bag'riga bosib tabibga olib chopdi. Bolasini qaytarib tabibdan uyga olib kelgandan keyin ayoli hayron bo'lib tursa, ayolini qo'llari orasiga olib uzr so'rabdi. Shuncha yillik qilgan zulmi, qahri, g'azabi uchun. Hamma hayron. Bu odamga nima bo'ldi? Nima o'zgartirdi bu odamni? O odam nima qilsa hamon echki esida, hamon echkisini so'yganini eslab, so'ydirganini eslab nima qiladi? Eziladi, siqiladi. Qalbi behuzur bo'ladi, mahzun bo'ladi. Shunday kunlarda birida boyagi olim odam esiga tushib qoldi. Bir ziyorat qilay shu odamni deb, bu odamning yoniga borib, assalomu alaykum va alaykum assalom. İlk kelganingizda bolam ko'zingizdan g'azab, nafrat otilib turardi. Endi qarayapmanki, muhabbatga to'lib toshibsiz. Qalbingiz ishq bilan to'libdi desa, ha shunday bo'ldi ustoz, shunday bo'ldi. Hamma hayron, o'zim ham hayronman. Har narsaga nisbatan bir mehr, bir muloyimlik, muhabbat, rahm, shafqat paydo bo'ldi qalbimda. Bir savol bermoqchiman. Nima savol? Shu echkini so'ymasam bo'lmasmidi? Deganda odam aytgan ekan, bo'lmasdi. Og'riqlar, istiroblar, huzunlar bo'lmagan qalbda muhabbat bo'lmaydi. Muhabbatni anglab yetish uchun ham, bir odamni seva olish uchun ham, bir narsaga mehr ko'rsata olish, birini boshini silash, boshqasini turg'izib qo'yish, kimgadir yaxshilik qilish, kimgadir kulib qarash, tabassum hadya qilish uchun ham insonning qalbida ozgina
og'riq bo'lishi kerak. Huzun bo'lishi kerak, mahzunlik bo'lishi kerak. Degan ekan. Biz ham qalbimizdagi og'riqlardan, ularni borligidan og'rinamiz, gohida noliymiz. Va buni atrofimizdagilarga bildiramiz. Aslida bizni inson qilib turgan, bizni insonday yashatib turgan, rahimli, shafqatli, mehribon, marhamatli qilayotgan narsalar ana shu qalbimizdagi og'riqlar, yo'qotishlardan kelgan, xatolardan kelgan nadomatlar bizni insonday yashatayotgan. Shuning uchun muhabbat mahzunliksiz tasavvur qilinmaydi. Bir ishq huzun bilan, og'riqlar bilan ishqdir. Shunaqa.